ekan. Xo'p debdi-da, haligini 5 dirham pulini oldi. Tijorat bilan safarga chiqib, tijorat qilibdi. İnsanlardan olgan sherikchilik pullariga ular so'ragan narsalarni olibdi. Qarasa kissasida hali yigiti 5 dirham puli qolgan endi. Shu bilan yo'lda ketayotsa, bir semiz kaklikni ushab turgan bir odam sotaman deb turgan ekan. Keyin endi shu quruq bo'lmasin, shunga shu kaklikni olib borib beraman. Tijorat bo'lmadi endi deb 5 dirhamga hali kaklikni sotib olibdi. Kaklik nihoyatda semiz ekan. Ko'p don yegandan don yetkazib bera olmayapman deb egasi sotayotgan ekan. Hali kaklikni olib ushab qishloqdan chiqib boshqa qishloqqa kirsa, odamlar jamlanib turgan ekan. Qarasa tijoratchining qo'lida kaklik bor. Shartda borib ushashdida aytishibdiki, shu kakligingni sotasanmi debdi. Nima qilasizlar bu kaklikni desa, bizda nihoyatda sichqon ko'payib ketdi. Biz hatto shu kakligingning og'irligicha tilla berishga rozimiz. O'zimizga ham, dunyomizga ham, ekinlarimizga ham zarar beryapti. Zora shularni ko'rsa-yu, sichqonlar kamaysa, yo'q bo'lsa, desa, haligi inson nima berasizlar evaziga? Qancha chiqsa shuncha tilla beramiz. Bizda tilla ko'p. Kaklikni qo'yib, vaznicha tilla berishdi. Endi u tijoratga pulini ko'paytirib kelaman degan u. Keyin kelibdi o'z yurtiga, kelsa hammasiga berib, qarasa haligi faqir yigit kutib turibdi. Ke debdi-da, quchoqlab bag'riga bosib, "Sen haqiqatda halol pok inson ekansan. Alloh taolo sening 5 dirhamingni 5 kilo tillaga almashtirdi. Qanday qilib? Sen uchun bir kaklik oldim. Yo'ldan chiqib kakligingni 5 kilo tillaga alishtirishdi. Mana bu sening haqqingda 5 kilo tilla bergan ekan." Qarang, azizlar, halollik, kasbda halollik, haromdan uzoq bo'lishlik tijoratimizga baraka bersa beradiki, ziyon bermaydi. Yo moddiy oshishi mumkin, yoki ma'naviy oshishi mumkin. Baribir halol bo'lgan inson yutqizmaydi, xorizor bo'lmaydi. Harom bo'lgan insonni bugun rizqida e'tiborsiz bo'lib, haromdan ko'paytirayotgan inson dunyosi ko'payib ketayotgan bo'lishi mumkin. Uyi ko'payib ketayotgan bo'lishi mumkin, mashinasi ko'payib ketayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bir kun albatta u birovni